davamlaşıvadı da. Bugünkü sorunumuzda aziz mehmanlarımızın birisi kelenmedi. Yani Abdüceyim Kakkaşat bölümü kelenmeyecek kaldı. Bayatın tutsam telefon orada masaj yollaptı. Telegram'da mehmanları yollap bergen bolsaňlar şu yollamakçı. Qarınның telegramımızda assalamu alaykum muhtaram Noruz ahli. Hammalarning Noruz bayramlari muborak bo'lsin. Mo'yin bir ishim chiqib kelib, Noruzga kelanmay qolib qoldim. Meni ayibga urmag'aysizlar. Hurmatli olimlar, ama taraf bilan ikkimiz o'tirib olib qolgan bir ish bor, shuni mehmonlarga deb qo'shib o'tirmagan bo'lsinlar. Deb avval qilib mehmonlar bilsa, bo'lmasa boshlaydi. Qarın tarafni chaqirib, sen meni ishla. Ayağımda 1000 so'mdan beraman. Agar 5 vaqt namozni o'qib ishlasam, 1200 yuraman deb. Qaysi ishlaysa desa, farq qilib 1200 ga ishlayman debdi. Ama işlerden işini başlattı. Namazını bıraktı işler devamlı şey verken. Şunu aytaş parake qarın kılmayanlarsınız dese, namını yürüptü. Gözü çok ağrı dese, bırak namazını okusunuz, özünüzü okuysunuz, bağımlık bebeysiniz. Dese, qarın ben sizin başlangınızı bölgeçken taraftan bay namaz okuyalım. Ölümüz mehmanlar. Ölgen degen Allah'ın dergahı var emas. Soğan so'rab, cevap mutlaka var. Ömür boyu hayatını günahlarını ötküzgen birisi ölüp ketken degen, o taraftan soğan so'rag'uvchini bunun bir hesabını qarab bakaydı deb, dozaq kiremse cennetke o'zimni deb bakay desa, ben ko'rab bakay. Cennetning eshigini ochar desa, cennetning eshigini ichib bersa, Alloh va'da qilgandek haqiqatan manzillik na'at esir joylar turgan ekan, qarab yo'q. Dozaqni bir ko'rib bakay. Dozaqni ichib bersa, dozaqning ichida toshi muzika, disko vamışlik bo'layotgan ekan. Beşe kireci var. Tamısı var geldi. Ben ne kiremse kiremem. Kiremem. Şuna kirgenlikler. Otlu taşlar var günahkar ne? Dese yok hayata tamısı muzika bu adam tutma dese o diye reklamlar gibi. Başarılar, mehmanlar, oyunumuzun artık yaş geçip arada. Yani yakından görüyormuş özümüzün kızıkarlık latifleri bilen internet sahifeleri ve forumlarda hemimizge ma'naviy ozuq berib kelayotgan qarindishimiz Habibulloh Ahmed o'zlariga bir qancha qiziq gaplar bilan sunmoqchi. Qiziq qarshılayman. Assalomu alaykum No'ruz ahli. Hammalarning No'ruz bayrami muborak bo'lsin. No'ruz xo'jalik uchun mana shu yomon so'zlarni. Shu layat vaqtida g'ulja azod bo'lib, hujum qilamiz deganda 30 yaqin atışıq balalarını g'uljaga jang qilmaydi deb atışning g'uljaga ketdi. Ketdi, mashq qilmaydi, hujum qilamiz deb chiqdi. Va mashq qilinganlar desa, "Yo'q, biz jangni oldirdim" dedi. Shundan jangga beriblar, 30 jang sapayib, orasida bir atraf boshlig'i kelib o'tirib, bizning o'g'allar jangni hozir oldi deb ba'zor o'tiribdi. Bir kelgan qarshi bir atışıq bal qo'lni mashina olib ko'tarib kelganda demedim bu, mana biz g'alaba qildik mana desa, "Appa, nima nima qildi? Mana hozir ikkimiz qoldik" degidek. Bak, bizning uydagilar bizga bayramlarda bizga ishdan kelsa, ikki top gulni kecha qistiribdi. Yarışma deydi va, yarışibdi dedi. Ko'chib qolsam, gul qochib tutib chilab o'tirdi. Va nima ish qilyapsam, kechimdagi gullar aytib so'lishib qolsin deydi. Sarama jamiyatida ichki sara peshib ketibdi o bilmadim. Shundan qoraga chiqqandan qoraolga ketdi. Shundan kelsa bir daraxtni oqsib o'tyapti. Shu shipir qilgandan qoraol kirib bunday chiroq bilan bo'lsa, bir suhbat miyav degidek. Mesela mushukka o'ylab bunday oqsib bo'lsa, yana biz miyav deb yana bir suhbat degidek. Va o'zida ilodekan. O'zidagi chaqda ayol degidek. Qo'yqilganlar 5 yil oldi dema katak o'razni so'ymaydi bo'ladi desa, ilodanka 5 yil bo'lmanda o'razni nima gunoh degidek. Va bizda yengtagan joyda Asqarjon va nima ish qilsizlar, vatanda nima o'qigan dedi. Shu vaqtda Ilyar bilan so'radi, "Va siz nima ish qilsiz?" desa, "Mo'sh men
kalem yazıcılık bilan shug'ullandim. Men qalamkashdim. Asqarjon tushundimmi? Daftarlar sotilgan sizlar edi. Va o'g'il ketib qolsam, men so'pirajim tushirib qoldi. Va so'pirajim ko'rinmaysiz bo'lsa, qaylarni bag aldirash bo'lib ketdi. Va nima ish bilan desam, o'qitib qo'yishda qo'ydim. Bu mugarak bo'lsa, nim qo'maktabda nim dars o'tlasam, bir ashxon balliq dinarga suyib o'tadi. O'zida men Urumchi maqdan qatnashda bir devonni shundan olib chiqibdi. Chiqdi tilakchida qitga hech kim pul bermabdi. Terga tushib qolsa, bir bola kelib, "Aka, men 60 nega bordi ekan, siz do'zaxga dedik." Unda az bo'ldi bir şeyga chiqib ketdi. Rahmatulloh mana ko'p rahmat. Yana qiziqlarni xizmat ko'p o'rganganlarniki Allah'larla yana uğurlaştırınız. Ama yollarına öküne mektep bolalarına ders etişki bir kadın teklif kıldım. İslam tarihi doğruluk. İslam tarihinin ta sözler olsa, kendine bir balık kubup teşhut almadan eken, ya teşhut ya, ders anlamayın da torun yapkası ediyse, avazımızı anlamadım ben aldım. Hem de anlamayın deriz, anlamazsa senin de anlamayız ediyse, rastlı'na anlamadım. Ata sen çıkıp ne sözler, ben senin cevabından oturup bakayım, kadavada gider, o balanın altına çıkarıp, özü anın cevabı gelip oturup, sözlerim der, desem, ya bana, siz İslam tarihinin sözü gelmeden namaz okumaydı ki sizce cuma, desem, oturup Rasul anlanmaydı ki diyor. Çıkınca numaramız kalanmıştı, dedi çıkıda. Hürmetli mehmanlar, tövende huzuringizlarga ataqli naqshchimiz Zulfiya Zakirni bir qancha naqsh aytib berishga taklif qilamiz. Birinchi naqsha Jon ona.